Kvartiramizda ikkita zal, ikkita yotoqxona, ikkita oshxona va ikkita sanuzel joylashgan kvartiramizni qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar birinchi mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa kattagina mehmonxona bo'lyapti. Hamma kerakli mebel jihozlari bor, ko'rishlaringizdek. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel qilganlar, devorlar полностью atachenta qilingan. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda ichida qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Adresini tushuntirib beraman. Mana bu yerdan prixoja mebel qilganlar. Adres Frunzeda joylashgan, yagona darchan domida 3-qavatda joylashgan. Mana bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasidan ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor va qo'shimcha sanuzel ham bor do'stlar. Ana endi kvartiramizda ikkita sanuzeldan tashqari mana bu yerda bizlarda kladovaya bo'lyapti. Ham kladovaya, ham prachная, yana qo'shimcha 1,5 tonnalik bakan qo'ygan suv uchun. Mana bu bizlarda общий sanuzel bo'lyapti. Sanuzelda ham kattagina qilganlar qulaylik uchun. Mana bu yer esa bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar qilingan. Mana bu naturalniy granit bo'lyapti va mana bu yerda bizlarda letная veranda bo'lyapti do'stlar. Mana shunaqa kattagina mehmonxona qilingan. Stol, stul, TV zona, onalar panoramli yopilgan, qishda sovuq bo'lmaydi. Va mana bu yerda kuxonniy zona bo'lyapti. Kvartiramizning kvadrati 150 kvadrat va qo'shimcha ma'lumot pastda opsionda qoldiramiz. Videoni tanisharga borib qo'yish esdan chiqmasin, ko'rishguncha.